Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bizning klinikamizda bugun yana ham bitta bemorimizni holatlari haqida gaplashib o'tmoqchimiz. Bemorimiz Mahsuma opamlar Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan tashrif buyurganlar. 1974-yillar va bizaga kelganlarida 10 kun bo'ldi. Bugun 10-kun inshaalloh. Kelganlarda ahvollari juda ham og'ir edilar. Qo'l oyoqlarida harakatlari to'liq holatda chegaralangan edilar. Umuman bemorimiz yurish tugul o'tirishni ham bajara olmasdilar. Bemorimizda undan tashqari anemiya kasalligi, ya'ni gemoglobinlari juda ham past holatda edilar. Ishtahalari yo'q edilar, ranglari sarg'aygan holatda edilar. Ovqat yeyishlari yo'q edilar, ishtahalari yo'q edilar. To'liq holatda bemorimiz og'ir ahvolda bizaga murojaat qilganlar. Bemorimizda orqa miyani miyelit kasalligidan keyingi asorat qolgan edilar hamda o'sha orqa miya bo'yin sohasidagi miyelit kasalligiga biz qarshi chora-tadbirlar o'tkazdik. Davolash rejalarini albatta tuzib chiqdik. Undan tashqari eng zamonaviy bo'lgan davolash usullaridan foydalangan holatda bemorimizga davolash muolajalarini olib bordik. Bemorimizga undan tashqari barcha diagnostik tekshiruvlarni amalga oshirdik va qanaqa kamchiliklar bo'lsa, bemorimizning organizmida qanaqa yetishmovchiliklar bo'lsa, o'sha yetishmovchiliklarga qarshi kurashdik. Bemorimizda inshaalloh ahvollari juda ham yaxshi. Hozir endi davolash muolajalari hali davom etyapti, lekin bemorimizda holat inshaalloh juda ham yaxshi. Mahsuma opa, o'zingiz kelgan holatingizdagini aytib bering. Qanaqa holatda edingiz, nima bo'ldi? O'zim kelganimda mana ikki qo'lim ishlamasdi, ana shu yerda qolgandi. Oyoqlar ishlamasdi. Birov ikki kishi mana shu turaydi. O'tira olmasdingiz, ha? Yo'q, o'tirish yo'q edi. Ikki yog'imga ikki nimalarni qo'yardi. Yo'q, mana Xudoga shukr, mana qo'llarim yaxshi. Endi o'zim olib ovqatyapman. Kam bo'lsa ham chiqib yaxshi. Men o'zim turib yuraman. Hech kimdan ham kerak, yordami kerak emas. Oyoqlar yaxshi, Xudoga shukr. Ancha foyda topdim. Juda kuchli foyda topdim shu yerdan kelib. Siz bizni YouTube'dan ko'rib kelganmidingiz, opajon? Ha, YouTube kanalidan ko'rib, bizlarni qidirib topib kelgandingiz. Rostmikan, davolarkanmizmi? Ha, rost ekan. Albatta, inshaalloh. Albatta shifoni Alloh beradi. Nazim opa, bitta qo'llarni ko'tarib ko'rsataylik. Qo'llarim mana ko'tariladi. Qo'llarda harakat yo'q edi. Yo'q, umuman bunday qilib ko'tara olmasdim. Yo'q, o'zi aytayapman, qo'l ana shu holatda qolgan edi. Yo'q, kelib mana Xudoga shukr, mana qo'llarim yozilyapti. Albatta. Yurib ketdingizmi, opajon? Bemalol aytayapman, hozir birovda nimasi yordami yo'q. Yo'q, yordamsiz turib yuraman. Yana kelan. Aytayapmanki, kam o'zim ovqat og'zimga bemalol olib yuraman. Avvallari to'liq birov ovqatlantirardi opamiz. Ovqatlantirardi. 10 kun oldin. Doimiy ravishda qarovchi kerak edilar opamizga. Qarovchi kerak edi. Hozir ancha yaxshilar inshaalloh. Ancha. Ancha yaxshiman. Ancha foyda topdim. Juda kuchli foyda topdim. Aytayapman, qo'llarim umuman bunday bo'lmasdi. Qo'limni sahal bunday qilsam qo'rqasdim-da endi o'zim. Qilmasdim, qilolmaydim umuman. Ayniqsa ana bu o'ng qo'lim to'zlayapti. O'ng oyog'im to'zlayapti. Hammanisi gitday harakatga bo'lardi. Bunisi bo'lmaydi. Men Xudoga shukrman. Allohimga shukr, mana bemalol mana ikkalasi ham mana hozir shunday bo'ladi mana. Oyoqlarim yaxshi, yuraman o'zim. Eng qizig'i bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Opamizda o'simta kasalligi bor deb juda ham ko'p joylarga murojaat qilgan. Hindistonga bormoqchi bo'lganmisiz? Hindistonlarga boraman degan, o'simta bor ekanman deb yig'lab, juda ham qiynalganlar oila a'zolari, barchasini bizaga tushuntirib berishdi. Albatta azizlar, to'g'ri tashxis davolash muolajalarining yarmi degan Ibn Sino bobomizning gapi bor. To'g'ri tashxislashda juda ham katta gap bor. To'g'ri tashxislagandan keyin davolash choralari inshaalloh to'g'ri amalga oshirib boriladi va bemorlarda Allohning amri bilan yaxshi natijalar kuzatiladi. Bitta yurib ko'rsatamiz opajon, ha? Mana bemalol o'zlari yuryaptilar. Keling, ozgina yordam beraman. Yordam bermang mana.
joylarga bordik, juda ko'p joylarga. Hammasiga bordik, o'shanda operatsiya deydi. Yo'q, mana bu yerda o'sha YouTube'dan ko'rib nima qilib, yo'q, yaxshi, mana Xudoga shukr, mana qo'llarim tilamani yura olaman o'zim. Necha yildan beri kasal edingiz? Men bor-ku, 3 yil 4 yil bo'ldi. Bu 3 yil 4 yil bo'ldilar bu kasallikni boshlagan. 3 yil 4 yil. 2 yil bo'ldi mana ana shuni o'tirishga qolgan. 2 yil, to'liq 2 yil bo'ldi. Yurolmay qolganingiz? Yurolmay qolganim 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi shu yurolmay qolgan. Ko'p joylarga murojaat qildik, hammasi o'simta nima olmasak bo'lmaydi, operatsiya qilmasak bo'lmaydi. Bizlar kontrast MRT qilganlarimizda hech qanaqa o'simta alomatlari ko'rinmadi, faqat ozgina orqa miyada chandiqli holatlar yuzaga kelgandi. Albatta o'simta holatiga o'xshaydi, lekin bizlar tekshiruvlarda o'tkazganimizda o'sma kasalligi aniqlanmadi va rezultatni o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Hech qanaqa yolg'on yo'q. Shifosini Alloh beradi albatta. Bemorimizda ancha yaxshi o'zgarishlar bor, Mahsumotda. Yo'q, katta o'zgarish bo'ldi. Katta. Men 10 kun ichida bo'lsa, 10 kun ichida men katta o'zgarish bo'ldi. O'zim turib yuraman, birovda yordamsiz. Yo'q, men o'zim ovqat yeyman. Yaxshi. Yaxshi, Xudoga shukr, men qo'llarim yozildi. Aytibman, bu qo'l umuman yozilmasdi. Ana shunday holatda qolib ketdi. Hech qachon men bunday ham qila olmasdim-da. Shunday. Pastga ham tushira olmasdim. Yo'q, Xudoga shukr, men endi o'zi harakatlanadi. O'zi nima qiladi, Xudoga shukr. Yaxshi ekan, bu doktorxona yaxshi. Topdim, foydasini topdim. Yaxshi. Albatta bizga ko'pchilik murojaat qilishadi, savollar berishadi, qanaqa yo'l bilan davolaysizlar deb. Albatta bizlarning davolash taktikamiz Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotini berilgan mezonlari, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ta'sis qilingan barcha davolash rejalari asosida davolaymiz. Biza boshqa undan meditsinadan chiqqan holatda turli xil tajriba o'tkazmaymiz. Hech qanaqa albatta nevrologik kasalliklarni o'sha barcha Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan yo'riqnomalar, hujjatlar asosida davolashni amalga oshiramiz. Inshaalloh bemorlarga shifo bersin, hech kim kasal bo'lmasin. Yurtimizga kirib kelayotgan yangi yil bayrami 2026-yil barchaga muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin. Sizga ham rahmat. Boshqa kasal bo'lmang. İnşallah har doim sog' salomat yuring. Rahmat. Rahmat sizlarga katta rahmat. Mana shuncha qildinglar 10 kun ichida mana qo'llarim yuribdi, nima qildi. Oyoqlarim mana ishlardi. Oyoqlarim umuman ishlamasdi. Rahmat. Oyoqlarim umuman ishlamasdi. Qo'llarim umuman ishlamasdi. Mana Xudoga shukr, mana qo'llarim bemalol ishlaydi. Mana bunday borib keladi qo'llarim. Mana yoziladi bemalol. Mana oyoqlarim bemalol harakatda. O'zim turib yuraman. Rahmat. Ma'suma opa, sizga rahmat. Boshqa kasal bo'lmagan opajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling.